boshqa sodda odamlar bo'lsa, "Ha, bu nomerda bu 600 mingga turibdi, mana 200 mingga turibdi. Men bitta zakaz qilaman" deyapti. Zakaz qilyapti-da, kuyib o'tiribdi keyin. Prosta havoga uchib bo'ldi. Ana o'shanda tushunyapti. Ungacha tushunmasdan, bu yerda qimmat ekan, bu yerda arzon ekan, kачество degan narsa bor, qizlar. Mayli o'sha tovarlar bor-ku, ozgina kiyishga yaroqliroq qilib sotganda ham menga alam qilmasdi. Odamlar pulni kuyayotganiga asabim buzilyapti. Men bilan bittasi o'chakishyapti. Uje asabim buzilib ketdi. "O'chiring" desam, "O'chirmayman, nimaga o'chirishim kerak?" deydi. Men nimaga yalinishim kerak o'zi вообще? Yalinmayman. Iltimos o'chirib yuboring desam, nimaga o'chirar ekanman? Men sani ustingdan qarab turib birinchi bo'lib yozaman dedim-da, nomer, ruxsatnoma, xotin nima ekan? O'sha bilan anaqa qilib, hozir fuqarolikdan menga pul to'layapti. Masa pulini olib o'tiribman. Endi o'sha payt keyin yalyapti уже, anaqa bo'lgan ish bo'lgandan keyin. Endi kech asalim dedim. Men bilan o'chakishdan oldin o'ylash kerak edi dedim. O'shaning uchun shu pullar. Sizlarga yana aytaman, bu safar ogohlantirib o'tirmayman. Go'zallarim. Prosta boraman yozaman, maza qilib shtrafitlarni olib yotaman uyda yeb, ishlashim shart emas ekan. Zo'r yo'lni topib oldim.